Assalomu alaykum talabalar. Maxsus fanlarni o'rgatish metodikasi fanining yana bir mavzusi maxsus biologiya fanlarida multidistsiplinar yondashuvlar mavzusi bilan bugungi mashg'ulotimizda tanishib chiqamiz. Ushbu taqdimotda biz maxsus biologiya fanlarida multidistsiplinar yondashuvlarning ahamiyatini o'rganamiz. Zamonaviy biologik muammolarni hal qilishda yangi metodologiyalarni tahlil qilamiz va biologiya ta'limi metodikasidagi innovatsion yondashuvlarni ko'rib chiqamiz. Biologiya, kimyo, fizika va informatika fanlarining sinergiyasi qanday qilib ilm-fanning yangi ufqlarini ochayotganini muhokama qilamiz. Multidistsiplinar yondashuv o'zi nima? Multidistsiplinar yondashuv bu murakkab biologik muammolarni bir nechta fan sohalarining bilimlarini birlashtirib hal qilishdir. Bu an'anaviy fan chegaralarini kengaytirishga va yangi bilimlar yaratishga imkon beradi, chunki har bir fan boshqa sohalar bilan o'zaro bog'liq bo'ladi. Bu kesishish nuqtalarida innovatsion g'oyalar paydo bo'ladi. Masalan, biologiya fani hayot va tirik organizmlarni o'rgansa, kimyo moddalar tarkibi, tuzilishi va xossalarini, informatika ma'lumotlarni qayta ishlash va algoritmik tahlilni o'rgansa, fizika energiya, kuch va materiya o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'rganadi. Lekin multidistsiplinar yondashuv bilan qaralsa, bu to'rtta fan bir-biri bilan sinergiya hosil qilganda biokimyo, bioinformatika va biofizika degan yangi fanlarni keltirib chiqaradi. Nima uchun multidistsiplinar yondashuv muhim? Birinchidan, murakkab biologik tizimlar, ya'ni hujayra, organizm, ekotizimlar bir nechta fanlar nuqtai nazaridan chuqur tahlilni talab qiladi. Ikkinchidan, innovatsiyalar, ya'ni yangiliklar. Fanlar chorrahasida yuzaga kelayotgan kashfiyotlar ko'pincha bu yondashuvlar natijasi hisoblanadi. Uchinchidan, globallashgan muammolar. Kasalliklar, iqlim o'zgarishi, oziq-ovqat xavfsizligi kabi muammolarni hal qilish uchun ham multidistsiplinar yondashuvdan kelib chiqqan bilimlar bizga kerak hisoblanadi. Dori vositalarini yaratish bunga yorqin misol bo'ladi. Bu jarayon nafaqat biologiya va farmakologiya, balki kimyo fanining ham chuqur bilimini talab qiladi. Yangi preparatni sintez qilish, uning biologik ta'sirini tushunish va inson organizmiga ta'sirini baholash uchun barcha sohalarning integratsiyalashgan yondashuvi zarur. Asosiy multidistsiplinar yo'nalishlardan biri bioinformatika, ya'ni biologiya, informatika va statikaning birlashmasi. Katta biologik ma'lumotlarni tahlil qilish, ketma-ketlash va modellashtirish uchun hisoblash usullaridan foydalanishni o'rgatadi. Astrobiologiya esa biologiya, astronomiya va geologiya fanlarining majmuasi hisoblanib, koinotda hayotning paydo bo'lishi, evolyutsiyasi, tarqalishi va kelajagini o'rganish, boshqa sayyorlarda hayot izlashni o'rganadi va o'rgatadi. Inson genomi loyihasi, ya'ni AGP, bioinformatikaning ajoyib amaliy misoli hisoblanadi. Bu loyiha inson genomidagi 3 milliard bazaviy juftlikni ketma-ketlashtirish va tahlil qilish uchun keng ko'lamli bioinformatik vositalardan foydalangan. Bu ish biologik ma'lumotlarni tahlil qilishda hisoblash usullarining qanchalik muhimligini ko'rsatgan. Asosiy multidistsiplinar yo'nalishlarga yana sintetik biologiya va neyrobiologiyani misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Sintetik biologiya, biologiya, muhandislik va kimyo fanlarining majmuasi hisoblanadi. Bu soha yangi biologik tizimlar yoki funksiyalarni loyihalash va qurish, masalan, biotibbiy ilovalar uchun mikroorganizmlarni qayta dasturlashda yordam beradi. Neyrobiologiya esa psixologiya, informatika va fizikaning biologiyaga bo'lgan ta'siri orqali asab tizimini, miya faoliyatini, idrok, xulq-atvor va kasalliklarni tushunish uchun turli fanlarni birlashtirishadi.
CRISPR-Cas9 genlarini tahrirlash texnologiyasi multidistsiplinar yondashuvning yana bir yorqin namunasi hisoblanadi. Bu texnologiya molekulyar biologiya, mikrobiologiya va muhandislik fanlarining chuqur bilimlarini birlashtirib, genlarni aniq tahrirlash imkonini beradi. Bu esa kasalliklarni davolash, biotexnologiya sohasida inqilobiy o'zgarishga olib keldi. Metodologiyalar va imkoniyat yaratuvchi texnologiyalar. Omics texnologiyalari. Genomika, proteomika, metabolomika kabi katta hajmdagi biologik ma'lumotlarni olish va tahlil qilish uchun ishlatiladi. Bunda bizga biologiya, informatika va statistika fanlari yordamga keladi. Yuqori aniqlikdagi tasvirlash, ya'ni elektron mikroskopiya, MRT, murakkab biologik tuzilmalarni yuqori aniqlikda vizuallashtirish va tahlil qilish. Bunda bizga biologiya, fizika va muhandislik fanlarining sinergiyasi yordamga keladi. Kompyuter modellashtirishda esa simulyatsiyalar, sun'iy intellekt, mashina o'rganishi orqali murakkab biologik jarayonlarni bashoratlash va modellashtirish uchun bizga informatika, matematika va biologiya fanlari kerak bo'ladi. Ushbu texnologiyalar biologik tadqiqotlarda yangi ufqlarni ochib, bizga tirik tizimlarni avval hech qachon bo'lmagan darajada tushunishga imkon bermoqda. Ular fanlararo hamkorlikni kuchaytirishda va yangi kashfiyotlarni qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Muammolar va ularni hal etish yo'llari. Fanlararo aloqa to'siqlari. Turli fan sohalari mutaxassislari o'rtasidagi tushunmovchiliklar va terminologik farqlar. Bu muammo har bitta fanda bor. Moliyalashtirishdagi qiyinchiliklar. Multidistsiplinar loyihalar uchun moliyaviy resurslarni topish va taqsimlash muammolari. Mutaxassislar yetishmovchiligi, bir nechta fan sohasida bilimga ega bo'lgan malakali mutaxassislarning kamligi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun quyidagi yechimlar taklif etiladi, ya'ni fanlararo o'quv dasturlarini joriy etish, hamkorlik platformalarini yaratish, umumiy ma'lumotlar standartlarini ishlab chiqish va mutaxassislarni tayyorlashga sarmoya kiritish. Bu yechimlar fanlararo integratsiyani kuchaytirishga va tadqiqot natijalarini yaxshilashga yordam beradi. Biologiya ta'limidagi afzalliklar. Kompleks tushuncha. Talabalarning fanlararo bog'liqlikni anglashlari va murakkab muammolarga yagona yechim topish qobiliyatini rivojlanadi. Tanqidiy fikrlashda haqiqiy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish va innovatsion yechimlarni topishga o'rgatadi. Karyeraga tayyorgarlikda esa talabalarni zamonaviy ilmiy tadqiqot va sanoat ishlari uchun tayyorlash ularning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Ish beruvchilar fanlararo ko'nikmaga ega nomzodlarni tobora ko'proq izlamoqda. Bu shuni anglatadiki, faqat bitta sohada mutaxassis bo'lish yetarli emas. Zamonaviy ish bozori turli fanlararo bilimlarni birlashtira oladigan, kompleks muammolarni hal qila oladigan va innovatsion g'oyalarni yaratishga qodir mutaxassislarga talab sezmoqda. Amaliy misol, kelajak tendensiyalari. Amaliy misol, shaxsiylashtirilgan tibbiyot, ya'ni genomika, klinika, sun'iy intellekt yo'nalishlarining sinergiyasi. Bu yondashuv har bir bemorning genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda davolash usullarini individualga moslashtirishni anglatadi. Sun'iy intellekt katta miqdordagi ma'lumotlarni tahlil qilib, eng samarali davolash rejasini aniqlashga yordam beradi. Bundan kelib chiqib, kelajak tendensiyalarini tahlil qilsak, texnologiyalarning konvergatsiyasi, ya'ni fanlar va texnologiyalarning yanada chuqur birlashuvi, ma'lumotlarga asoslangan biologiya, katta ma'lumotlarni tahlil qilishga asoslangan yangi kashfiyotlar, global sog'liqni saqlash muammolari, ya'ni pandemiyalar, antibiotiklarga chidamlilik kabi global muammolarga yechim topishda multidistsiplinar yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, kelajak avlod mutaxassislarini shakllantirishda
o'qishda faol qo'llashda, ilmiy taraqqiyot va ta'lim uchun muhimlikda multidistsiplinar yondashuvlar judayam oldingi o'rinlarda turadi. Yangi avlod olimlari va tadqiqotchilarini fanlar-aro ko'nikmalar bilan qurollantirish, ta'lim jarayoniga multidistsiplinar metodologiyalarni integratsiya qilish, talabalarni haqiqiy dunyo muammolarini hal qilishga tayyorlash. Multidistsiplinar yondashuvlar ilmiy kashfiyotlarni tezlashtiradi va shunga o'xshash muammolarni hal qilishda va ta'lim sifatini oshirishda katta rol o'ynaydi. Biz maxsus biologiya fanlarini o'qitishda multidistsiplinar yondashuvlarning o'ta muhimligini ta'kidlayapmiz. Ushbu yondashuvlarni ta'lim jarayoniga faol qo'llash orqali biz kelajak avlodni kompleks muammolarni hal qila oladigan, innovatsion fikrlaydigan va turli sohalarda hamkorlik qila oladigan mutaxassislar sifatida shakllantiramiz. Bu ilm-fanning va jamiyatning beqaror rivojlanishi uchun zamin yaratadi. Shunday qilib, bugungi mavzumiz, ya'ni multidistsiplinar yondashuv haqidagi ma'lumotlarimizni amaliy va nazariy holatda ko'rib chiqib, yanada chuqurroq o'rganishga va bitta fanga emas, unga bog'liq boshqa fanlarni ham o'rganishga harakat qilasizlar degan umiddamiz. Xayr, sog' bo'ling.